hozirgi davrda juda ham ajoyib muhitni yuzaga keltiryapti o'z o'yingohida va umid qilamizki Qizilqumda ham natijalar bilan birgalikda muxlislar soni ortib boradi. Xavfli hududni to'liqligicha tark etishi mumkin jamoa. Xavf qoladi, lekin har holda ochkolar sonini 20 taga yetkazib olish bu yomon ko'rsatkich emas. Hozir yuqoridan uzatma, zarba yo'llandi, to'p darvoza yonginasidan o'tib ketyapti. Xavfli hududdan chiqish uchun muborakliklarga juda ko'p g'alabalar kerak. Hozir chap qanot to'p yetib keldi. Bu safar uzatma xavfli va gol. Hisob ochilyapti. Uchrashuvning 9-daqiqasida maydon egalari Mananiga Otabek Jo'rako'ziyev jamoaga olib kelingan. Ajoyib gol urish orqali uchrashuvda hisobni ochyapti. Yo'q joydan golni yuzaga keltirmadi. Olis masofadan zarba yo'llagan yo'q, lekin vaziyatni his qildi, shu nuqtada kutdi va yakuniy zarbani aniq tarzda yo'lladi. Takroran ko'rishimiz mumkin vaziyatni. Chap qanotda Ruslan Roziyev sal avval zarba berganda o'xshamadi, lekin uzatmasi ideal bo'ldi. Bu uzatmadan so'ng Jo'rako'ziyevni qo'riqlaydigan himoyachi ham topilmadi, to'pni qaytaradigan darvozabon ham. Endi darvozabonni umuman ayblab bo'lmaydi. Bu nuqtada yaqin masofadan bosh bilan zarba yo'llanyapti. Qanday futbolchi hozir uchrashuvda mezbonlar Qizilqum jamoasi vakillari hisobni ochishmoqda. Bu muallifi esa jamoaning 88-raqamdagi futbol. Maydon markazida yana Abdurayimov. Olisdan zarba yo'llandi. Azbek Choriyev, bilamiz, yaxshi zarbasi bor. Jumanqo'ziyev chiroyli tarzda aldab o'tdi raqibini, markazga pas beryapti. Qarama-qarshi qanotga o'tdi. Zarba! Jigauri hozir aniqlikka urg'u qaratgandi. Takroran ko'rishimiz mumkin vaziyatni. Ongli ravishda to'pni Rahmatullayev o'tkazib yuborgandi bu yerda. Agarda aniq chiqqanda zarba chiroyli kombinatsiya natijasida yuzaga kelgan golning guvohiga aylanar edik. Fiani markazda qabul qildi. O'ng qanotga to'pni yetkazyapti. Zafarbek Akramov bu nuqtada harakat qilayotgan futbolchi. Hozir yuqoridan jarima maydoniga mana bu yaxshi pas va yaxshi zarba. Ketidan chiroyli save. Biz esa sal avvalgi hujumni takroran ko'rishimiz mumkin. Chap qanotga uzatma amalga oshirildi. To'xtasinov yuqoridan Vlatko to'xtata olmadi. Va endi qarshi hujum bo'ladi Qizilqum futbolchilarida. Roziyev Ifyanidan o'tdi. Solo yurish davom etadimi? Yo'q, pas. Mana endi markazga Rahmatullayev va 2-0. Qizilqum jamoasi qarshi hujumdan juda ham muvaffaqiyatli tarzda foydalanyapti. Dastavval Ruslan Roziyevning faol harakatlari himoyachilarni dog'da qoldirdi, pas berdi va undan so'ng Shahzodbek Rahmatullayev, adashmasam Jo'rako'ziyev uzatmasini yo'qqa chiqarmadi. 2-0. Biz esa takroran ko'rishimiz mumkin. Efyani juda osonlik bilan dog'da qoldirildi. Otabek Jo'rako'ziyev shuning eng yaxshi futbolchilaridan biri bo'lib turibdi. Gol plus pas. Unga raqobatchi Roziyev albatta birinchi golga pas berdi, ikkinchisida assist muallifi bo'lmasa-da assistgacha bo'lgan hamma ishni qilib berdi. Biz Qizilqumning oldingi chizig'i yaxshi o'ynayapti. Jumanqo'ziyev ham faol. Hujum to'rtligi o'z aslida Rahmatullayev, Jumanqo'ziyev, Roziyev hamda Jo'rako'ziyevlar. Hakam ruxsat berdi to'pni o'yinga kiritish uchun. Yuqoridan pas amalga oshirilyapti. G'iyosjon Rizaqulov o'tkazib yubordi. Yana yuqoridan bosh bilan zarba, juda xavfli chiqqanda to'p yerga bir sapchib oldi va maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Lekin shu imkoniyatdan foydalana olmadi.
Odatda darvozabonlar uchun shu yerga bir futbolchilarni to'pni olib qo'yishda Komiljon Tojiddinov oldinga qarab intilyapti. Chap qanotda variant bor. Aynan ushbu nuqtaga to'p yetkazib berildi. Jarima maydoniga qarab ketyapti. Tojiddinovning o'zi uzoq masofadan zarba yo'llandi va darvozabon o'z o'rnida. Noaniq urinish. Darvozabon hozir ongli ravishda burchakka chiqarib yubordi. Chiroyli tarzda qildi bu ishni. Biz esa biroz avvalgi epizodni ko'rishimiz mumkin. Darvozabonning o'ng tomonida variant bor edi. Futbolchi bozlari biroz avval biz Hozir yuqoridan pas. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. So'nggi pallada to'pga yetib bora olmadi Razaqulov. Chiroyli kombinatsiya, ofsayd yo'qmi? Yaxshi imkoniyat. Shahzodbek Rahmatullayev hozir. Chiroyli gol urib qo'yish mumkin edi. Ko'rish kerak, kimdir qaysidir platforma hisoblayotgan bo'lsa, aniq uzatmalar foizi necha ekanligini juda ham yomon ko'rsatkich qayd etyapti jamoalar. Burchak zarbasi, yuqoridan uzatma, darvozabon uzoqlashtiryapti. Yana mashal futbolchisi Komiljon bosh bilan noaniq zarba, adashmasam Mahmud Jo'raboyev edi. Ha, aynan o'zi. Ruxsat berildi va nihoyat to'p yetkazilyapti. Shuncha tayyorgarlik shu uzatma uchunmidi? Va out. Menimcha shu pallada hakam yakunlaydi o'yinni. Xuddi shunday Umidjon Rahimjonov final qushligini chalyapti. Qizilqum o'z uyida Mashalni 2-0 hisobda mag'lubiyatga uchratyapti. Mashalda yana mag'lubiyat, yana vazifa murakkablashyapti. Qizilqum esa xavfli hududni tark etishga muvaffaq bo'lyapti.